O'zbekistonda jenskiy solidarnost tushib ketganmi yoki bizda rivojlanmayaptimi? Shu libosdan yaxshirog'ini qilib bering deb qolishadi. Eng kaprizni kelinlar kirganda men sizni matolaringizga ishonaman. Gulbahor opa, bilasizmi, bizga kelinlar kelishganida, prям telefonda suratda dugonasini yoki bo'lmasam qayerdadir ko'rib qolgan libosni ko'tarib kelishadi. Shu libosdan yaxshirog'ini qilib bering deb qolishadi. Bilmayman, O'zbekistonda jenskiy solidarnost tushib ketganmi yoki bizda rivojlanmayaptimi? Har bitta kelinni qomatidan, o'zini xarakteridan kelib chiqib libos tayyorlaymizda. Eng kaprizni kelinlar kirganda men sizni matolaringizga ishonaman. Chunki siz har bitta kelinga mos kela oladigan matolarni tayyorlab kelasiz. Rahmat, men juda ham harakat qilaman. Men o'ylaymanki, har bitta kelinni o'zini sradikning obrazi bo'lishi kerak. Chunki bunda men nimani tushunaman? Har bitta kelinda kichkina bo'lgan qizaloqlik paytidan katta bo'lgunicha orzusizligi bo'lgan ko'ylak bo'ladi. O'sha ko'ylakni kimnikidir kopiya qilib emas, o'zini xayolidagi, ya'ni fantaziyasidagi bo'lgan ko'ylakni kiysa, menimcha juda ham chiroyli bo'ladi. Именно hozir aytilgan mavzu bu juda ham muammoli. Shaxsan biz hech qachon birovning ishini yoki kopiya qilmaymiz va keladigan mijozga ham buni o'rgatamiz. Mijoz birovni kopiyasi bo'lishi kerak emas. U o'zi отдельный bir nusxada bo'lishi kerak. Именно biz mijozga ham shu narsani yetkazamiz, o'zimiz ham birovni kopiyasini qilmaymiz. Original narsani chiqarishga harakat qilamiz.